Bemalol ishga o'rinimiz-da aka. Nech pul beradi endi oldindan bir? Zakat shart emasmi? Xohlasa bersa, xohlasa bermasa. Gap yo'q do'stlar. Vohaga mashidan yuklab beramiz. Zakatlarni ham 1.250 mingdan. Darvozalarimiz kraskalari behijolatmi? Yomg'ir, qor, quyosh. Aka, bar uyda saramjon bir tutumida, sanjoblig'ida aka, hamma narsa hamda. Xohlasa razmer tushsa aka, so'nobga qilib beramiz. 650 ming so'mgacha zakatlarni olamiz. Ramazon aksiya bu Dubay fasondagi darvoza. Darvozalarni sifatida aka, Nerjin bunachilar bir ko'rsataylar aka. Sababi bu haqiqatda aksiyada aka. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun navbatdagi foydali, manfaatli video ko'rish turibman. Ro'zai Ramazon oyiga o'zbek xalqi uchun bitta duo qilib, bitta klass bosib qo'ysa bo'ldi deyapti. Narxlarni suv tekin ko'ramiz. Faqat Mahmudjon hamda Ali Uz kanalidan deb chiqqanlarga. Aka, cho'tki qilib beramizmi xudo xolasa? Xolasa Abdusha aka. Xo'p, narxlarni video davomida Ali Uz Mahmudjon kanalidagi obunachilar bemalol videoni ko'rib, olmasadan bitta like bosib o'tib ketasizlar. olmasalar ham bitta like bosib qo'yinglar do'stlar, bunaqasi bo'lgan. Namangan bo'yicha eng sifatli, eng arzon faqat o'zida. Xudo xolasa aka. Kelaveradi. Men shaxsan o'zim emas. Endi zo'rdan zo'r chiqaradi aka, lekin Liboy narxni ko'rib ketim menga aloqa chiqsa 30 so'ramni shu yo'la shu beraman birinchi qo'limiz aka. Tamom. Bemalol. Darvozalarimiz hozirgi kunda eng dolzarb savol, bitish muddati qancha bo'lyapti? 10 kun 15 20 aka. 10 kun 15 kun 20. Ha, shu 12 ta viloyatga dastavkalari bor, to'g'rimi? 12 ta viloyatga dastavka bor. 40% oldindan zakat, 50% oldindan zakat usuliga yo'q aka. Yana bo'lmasa. Bemalol ishga o'rinimiz-da aka. Nech pul beradi endi oldindan bir? Zakat shart emasmi? Xohlasa bersa, xohlasa bermasa. Gap yo'q do'stlar. Mana shu gapga ham klass like'lar bosib qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Pastda nomerlar turibdi do'stlarim. Namangandamiz. Eng qo'li do'stlar. Namangan Jidakapadan kelaverasiz. Kamerani o'zim olaman. Bo'ldi aka. Bos, masjiddan ketaylik, bu yoqdan kelaylik. Masjidda aka bir endi aka men Samar havasindan ketaveraylar, sal qiziqarroq chiqsa video. Trenddagi darvozadan do'stlar bitta ko'ringlar. Aka, o'zingizlar shu Samarqand fason. Hop. Buni o'ta ko'p bechuga, mayda-chuyda gapirish kerak yo'q aka. Bu darvozamiz 3.5 ga 3.5, lislari 1.8 2 qavatli shumkali variant. O'sha gullari nerji mana xudo xolasa Bakavoylarda mana nalichkalarda o'zgarish kiritilgan aka. Bu darvozamiz o'sha nalichkalar bilan turi 20 ga, balandligi 90 razmer. Bu darvozamizda aka hozirgi kunda asli 1.400 ming, 1.300 mingdan olingan zakatlar 1.250 ming so'mda aka vodiy bo'ylab dastlabki so'nobga qilib beraman aka. Ana do'stlar. Vohaga mashidan yuklab beramiz. Zakatlarni ham 1.250 mingdan 1.300 minggacha zakatlarni olamiz aka. Tamom do'stlar. Orqalarini endi orqalari ham shu aka ko'rib qo'ysin. Orqalari ko'rinishlari. Hop, Obdolaz o'sha keyingi misol mana high-tech pechat darvozamiz. Bu darvozamizga o'sha uyg'unlashtirish ishlatilgan o'sha tepalar lazer, lisli darvoza o'sha Bakavoylar razmer juda katta emas aka. 3.5 ga yana 220, balandligi 3.30. Bu darvozamizda aka 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha razmerlarni olib bitiramiz. 600 ming so'mdan 750. Sabab bu aka, mana o'zi ko'rinib turibdi. O'ta nerjimenga ham ketgan, Bakavoylar ham bu darvozamiz ko'rib turgan darvoza aksiyada aka 8.200 ming so'mdan. Nafirim endi bir 600 ming so'mdan chiqqan 580 ming so'mdan kvadrat aka. Aha. Usta qarang, mana shu yerga. Darvozalarimiz kraskalari behijolatmi? Yomg'ir, qor, quyosh. Aka bardosh yetadi. Avvalo har bitta xonadonda aka sanjobloq degan narsa bor. Xudo xolasa darvozani ham chiroyli qilib yuvib, tarab, o'sha devolatasiga artib, o'sha mashinalarga qana mehr beramiz aka misolda. Bu darvozaga ham shunday mehrni berib, tindirib, ustiga bir suv unnatmay zo'r qarasa aka 20 yildan turib turgan odamnikida aka. Bu avvalo har bir insonda bir haliga uyda saramjon bir tutumida, sanjoblig'ida aka, hamma narsa hamda bitta vajiga mehr berib qarasangiz, yaxshi o'zgaradi. Shunisini qara aka, bu temir ham to'g'risi. Ana do'stlar. Endi o'sha ketingi darvozamiz aka
o'sha lislar o'sha taraf fason 2025 o'sha rekka chiqqan darvozamiz ekan. Mana o'zingiz bilasizam, ko'rib yurgansizam. Bu darvozaga yondonlar o'sha shiveller fonda korobka sistema. Hop, lislar o'sha 2 qavatli mana utuplinda ekan. Qo'llari qo'yilib o'sha bejirim ishlangan skron variantli darvoza. Razmeri eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr. Bu darvozamizda 1,250,000 so'mdan xohlasa razmer tushsa aka, ustonovka qilib beramiz. Zakaz berilsa 1,200,000 so'm, 1,250,000 so'm, 1,300,000 so'mgacha zakazlarni olamiz aka. Raznisasi shu materialda ozgina raznisa bo'ladi aka. Xudo xolasa Do'stlar ko'ramiz. bemalol o'sha aloqa chiqishaveradi aka. Aha. Shu keyingi darvozamiz o'sha aka high-tech Dubay. Bu darvozamiz ham o'sha yaxshi bir insonlarni bir ko'nglidan joy egallagan darvoza. Bu darvozam o'sha nirjivenkali 6 ga 4, yondonlari ham o'sha 8 ga 8, tagilari shiveller albatta aka. O'sha ruchkalar bilan ishlangan aka o'sha bagajli qilib. Arkalar lazer qilib, bu darvozamiz balandligi 360, eniga 3,5 metr. Bu darvozamizda aka 500,000 so'mdan 650,000 so'mgacha zakazlarni olamiz. Ramazon Ana aksiyasi. do'stlar, Endi bosinglar. bu darvozamiz shu ko'rib turgan 3,5 ga 360 darvoza aka 6,900,000 so'm. Mabodo qiziqqanlar uchun mana shu 50 dan aloqa chiqyapman deyishni unutmanglar. Sababi shu bugunda o'zida 4 ta bloger tortirildi videoda aka. 50 dan deysa 200,000 so'm yana yo'li bor. Bu Yana. darvoza aka mana misol 6,900,000 so'm 50 uchun aka yaqin mana shu Andijon Farg'ona regionida aloqa chiqsa aka 6,5 million so'm o'rnatib beraman aka, gapim gap. Shu turishi do'stlar, Shu turishi. gap so'zi. Ha. Eng asosiysi oldindan 1 so'm pul bermaydi. Yo'q aka, misol uchun bu YouTube'da gapiraveradi 500,000 so'mdan ehson darvoza qilib bular qilib bermaydi degan gapda imonni shaxsan menga imonni kommentariyada buni fikrda ko'raman. Sababi aka, men misol bor narsani gapiraman. O 150,000 so'mdan aksiya mana qilib aka chiqadigan bo'lamasmi aka? O'sha bor narxda, bo'lib turgan narxda mana ommaga chiqaryapmiz aka, to'g'risiga. Yo'q. Bu ko'rib turgan darvozamiz aka, o'sha high-tech fasonda 2026-yil o'sha trendga chiqyapti. Bu darvozamiz aka o'sha profillari o'sha 6 ga 4, virjinkasi ham buni bechkana holatda emas. Bo'yi 3,5 metr, eniga 3,4. Rosa hazovoy razmer. Bu darvozamiz aka o'sha 550,000 so'mdan 650,000 so'mgacha narx chiqadi, taglari shiveller. Bu darvozamiz ham o'sha 6,300,000 so'm narx chiqqan aka. Mana obunachilar ko'rsatib boramiz aka, razmer narxi. Mana shu 300,000 so'm 500 da aloqa chiqsa o'tib beraman aka. Tamam jigarlar, Xudo xolasa. bosinglar yengil. Endi ashida aka orqada o'sha kichkina sex bor. Aha. Ashun tanishtirib, ash bitta ikkita darvozani ham tanishtirib qo'yamiz obunachilarga. Xo'lasa aka, darvozani mana cho'nnoy holati, bu ham o'zicha bo'lmaydi aka. Endi bu o'sha Dubay fasondagi darvoza. Ay darvozalarning sifatida aka, nerjivenkalari qora, kraskalari o'sha devo kraska jigayka deydi aka. Taglari shiveller, yondonlar 8 ga 6. Razmerlari aka 345 ga, balandligi 350. Bu darvozamizda ham o'sha 550,000 so'mdan 650,000 so'mga zakazlarni olamiz. Ha. Bu darvozamiz hammasi ham sotuvda aka, 6,600,000 so'm narx chiqarib qo'yilibdi aka. Bu magazin emas aka. Aytayapman, 50 dan chiqsa 200,000 yo'li bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar aka. Gap so'z. Endi keyingi mashina aka o'sha bitta churayli darvozamiz bor, o'sha taraf fason. Shuni obunachilar bir ko'rsataylik aka. Sababi bu haqiqatda aksiyada aka. Mana bo'yiga 3,34, eniga 3,40. Ha. Darvozamizni 1 metr kvadrati 1 million so'mdan urganda 11 million so'm 350,000 so'm chiqyapti aka. 1 milliondan aka 2 qavat 1,8 lista razmeri bu aka. Bu darvozamizni bitirganmiz aka, to'g'ri gapirish kerak. Ash popga bitirilgan aka.
Shu bilan u akam ham pulni qilib bera olmadi. Darvoza o'ynamay qoldi aka. Mabodo razmeri tushadi ekanlarga, mana shu razmerda 1 million so'mdan aka olib borib, ustonopiya qilib beramiz aka. Ana Mana do'stlar. zamogini ochib hali qo'yilmagan aka. Ha. Mana shu yerda 11 million 350 ming so'm chiqibdi aka summasi. Mana shu 350 ming so'mdan ham obunachilarga xayrimiz bor ekan. Ketdi mana Xudo do'stlar. xolasa aka videolarimiz o'sha bu tomonda ham shu ikkita darvozamiz bor ekan. O'sha narxlar birda aka. O unaqa, lisa unaqa yo'q. O'sha 550 ming so'mdan 650 ming so'mgacha zakazlarni olamiz aka. Aha. Bemalol aloqa chiqishaveradi. Videoda ko'p cho'zmay o'sha sifatli video qilib ishlab elga bir tanitamiz degan muddamiz aka. Juda to'g'ri usta. Bunisi usta bunisi. Endi bunimiz aka o'sha high-tech variantda. Ammo bu darvozamiz ham aka rosa o'sha o'rnatib qo'yadigan darvoza. Sabab buni 2 qavatli ishlangan mana shum yo'q. Ha. Razmeri bo'yiga 3 metr, eniga 390. Ko'rib turgan darvoza 2 qavatli ekan. Именно shu darvoza 8 million 100 ming, 700 ming so'mdan ham aylanmaydi. 2 qavat. O'sha utoplenni orqasida ham, oldida ham liz. O'sha 8 million so'mga mana shu yerdan hamma aka yuklab beramiz. Ha, Farg'ona bo'lsin, ha, Voga bo'lsin. Ustonopiya qilib bera olmaymiz. Sababi 2 qavatli varianti o'zi 900 ming so'm olinadi har bir kvadrat. Именно shu darvozani aka razmerlari tushsa, mana 8 million so'mga olib ketaveradi. Mana joydan olib ketishadi aka. Do'stlar shoshilib qo'yinglar, bunaqasi bo'lmagan. Ha, xudo xolasa aka. Skidka narxda darvozalarimiz akalar. Skidka narxda. Kelib o'sha aka darvozani ko'rib, yoqtirib, yuzimni surab gaplashamiz desa aka, lokasiyani beraman. Yaqindan ham gaplashib, xudo xolasa o'sha imkon darajasida obunachilarimiz o'sha darvoza olaman degan obunachilarni bir nomini qaytarmaymiz aka, xudo xolasa. Tamam. Usta, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Bo'ldi aka. Skidkalarga rozi bo'lasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Xalq podpishkada layklarni bosadi. Ha, xudo xolasa. Do'stlar, sizlarni kutib qolamiz, shoshilib qo'yinglar, bunaqasi bo'lmagan. Oldindan 1 so'm pulsiz bosib yuboramiz jigarlar.